sababi Yo yo mana kuchogimga bugun bu oltinlar ko'p-ku Buxoroda. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan-ku ustoz. Umuman boshqa viloyatlarda ham liderlaringiz ko'p-ku, oltinlaringiz ko'p chiqqan-ku deb aytishingiz mumkin, lekin ikkala bugungi taqdirlangan oltinni ham oltingacha bo'lgan yo'lini shaxsan bilaman-da. Men ko'p oltinlarni oltingacha bo'lgan yo'lini bilmayman. Kimdir boshqa viloyatlarda ishlaydi, ularning ustozlari bilan ishlayman, ularning ustozlarini bilaman, lekin shaxsan u oltinlar bilan ularning yo'lini bilmayman. Qanaqa yo'l bilan borgan, nimalarni bosib o'tgan, necha kun yig'lagan, necha kun kulgan, eri necha marta qayda borgan, kishilardagi necha martalar qolib ketgan, ularni bilmayman. Lekin shu insonlarni men eng birinchi o'rinda ularni oltin bo'lishiga sababchi bo'lgan ustozlarini va ularni oltin bo'lishiga sababchi bo'lgan jamoasini tabriklamoqchiman. Shu yerda barchangiz shu yerda yolg'iz qilinmaydi. Agar sezgan bo'lsanglar, o'zi bu ish yolg'iz qilinmaydi. Yolg'iz otni changi chiqmas, changi chiqsa ham yolg'iz chiqmas degan gap rosa bizning biznesimizga xosdir. Bizda bittasini opajon deysan, bittasini singiljon deysan, bittasini quvonsiz deysan, bittasini akamsiz deysan, voy sizni yaxshi ko'raman deysan, nima desang deysan, kvalifikatsiya o'sishi uchun hammani yaxshi ko'rishga majbur. Ayam mana o'zinglar bronzasizlar, kumushsizlar. Nima aytayotganimni menimcha yaxshi tushunyapsizlar. Hatto bronza bo'lgan holatingizda ham shunaqa shohdor liderlaringiz bor. Orangizda hozir bronza bo'lib, bronzasini yo'qotganlar ham o'tiribdi. Bronzasi hozir bronza emas edi. Bir bronza bo'ldi, lekin kimdir orangizda kumushgacha boray dedi, komandasi tarqab ketdi. Keling bugun ochiq gaplashamiz-da. Yolg'onlarsiz gaplashamiz. Bo'ladimi? Komandangiz tarqab ketdi. Ikkinchi marta qaytadan shu bronzani ham qilaman, kumushni ham qilaman deb mushtingizga tiklab hozir shu yerda o'tiribsiz. To'g'rimi? Bor, orangizda shunaqalar bor. Birinchi marta komandani iste'molchidan qo'yib qo'ydingiz, bilmayman. Yoki birinchi marta komandani qarindosh urug'laringizni yozdirib turib, oltinchi chaklaringizni yozdirdingiz. Komandangiz shundan bo'lib ketdi, siz bronza bo'lib qoldingiz. Qanday bo'lganingizni ham bilmadingiz. Birinchi marta balki bronza qildingiz, bronzangiz ketdi, sponsoringiz bilan kelisha olmadingiz. Siz alamiga komandangizga yo'qotdingiz. Bor, shunaqa holatlar bor. Bir necha marta qilayotganlar bor orangizda.